qaynisinim bor, opam, Hasan tuqqan, mo'ldanman bor, Fatma Zuhra tuqqan. Ana shularga o'xshab yursin meni ana shu nima turmush o'rtog'im. Hamisha baxtli bo'lishga qumqushlarda eng oldi kelini bo'lishini men hamisha tilab qolaman, niyatim shu. Mana shu qiz mana qaynag'am kelibdi, qaynag'amga rahmat. Shu otasi rahmat, qaynatam rahmat o'tib qopti, gap yo'q. Hamisha shuni ham yig'layapti eslab. Mana qaynag'am ham kelib yig'lab. Mana bir tomchi yosh oqqizmayman, mana otamni enamni yonida aytyapman. Hamisha baxtli bo'ling. Umring uzoq bo'lsin. Baxtimga sog'lig'iga Mag'zunaxon ota-onam baxtiga hurmatini joyiga qo'yib, bitta ukam bor, bitta opam bor, bitta pochcham bor, bitta jiyanim bor. Qattiq hurmat qilmasang betingga qaramayman, hurmat qilgin. Dangal gapiraman, asalim.